Assalomu alaykum, hurmatli Surxon Agro YouTube kanalini kuzatib boruvchi obunachilar. Quyida sizlarga Surxondaryo viloyati Boysun tumanida bizdan pista ko'chatini xarid qilgan klientimiz tomonidan bizga yo'llangan video lavha bilan sizlarni tanishtirib o'tsak. Qani, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Surxon Agro kanalining muxlislari, hurmatli pista yetishtiruvchilar. Mana biz Ahmadiy navini bundan 2 yil oldin sotib olgan edik. Va yetib mana. Bu yil 3-bahorini ko'rayotgan bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, bo'yi mening bo'yim qatori. Rivojlanishi, o'sishi, suvga chidamliligi bo'yicha yaxshi. Bunday muammosi yo'q. Ko'rib turganingizdek, bu klientimiz bizning xizmatlarimizdan mamnun. Agarda sizga ham Eronning Ahmadiy hamda Akbariy hamron pista ko'chatlari kerak bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga telefon qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sizlardan iltimos, bu video lavhaga like bosib, kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun minnatdormiz. Rahmat, sog' bo'ling.